o'tganimizdek kraska Peninsula, apparat Oxyprop. Apparat yaxshimi? Apparat Oxyprop. Zo'r ishlayapti apparatimiz. kraska ham topshirdi. Gruntovkasini tugatimiz bor. Gruntovkasi toshiydi. Xo'p, gruntovkamiz mana Siemens Fransiyasi. Primer. Kraska Peninsula devorligi, потолочный laguna. Super oq, super matlar. Showroomimizga marhamat. Hammaga assalomu alaykum. Biza bo'yash davom etamiz. Assalomu alaykum hammaga. Kraska pultimizni 3 kunlik aksiyaga qo'yganmiz. Ushbu apparatimizning moshinasida 1000 watt bo'ladi. 1 minutda 2 litr kraska emulsidan bemalol sepib oladi. Bundan tashqari 220 voltda ishlaydi. Ushbu apparatimizning komplektida pistolet, saplo, 50 cm lik uduchkasi, moylari hamda shunaqangi 15 metrlik shlankasi bo'ladi. Bundan tashqari ushbu apparatimizga qo'shimcha ravishda bitta saplo bonusiga qilib beramiz. Bu apparatimizni shu paytgacha 5 million so'mdan kamiga sotmaganmiz, lekin hozirda 3 kunlik aksiyada ushbu kraska pultimizni 4 million 500 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari Oxyprop tomonidan ushbu apparatimizga 1 yil kafolati hamda 1 yil bepul servis xizmati beriladi. Agar kimgadir kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, telefon qilib murojaat qilsanglar bo'ladi.